alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi so'rovlarimiz xudo xolasa bozorga tayyor bo'ldi. 4 ta 210 ga 270 razmerda oyoqlari yong'oq qolgan joyi sasna. Ikkita rangli svetda tayyor. Hop. Ikkita besvetni holatda tayyor bo'ldi. Holatlari ideal chiqqan. O'zgacha yaltillab turibdi. Bunga zarur bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Narxi ustida xom taxtasi bilan 4 200 ming so'm qilib beramiz. Hop, katta so'raganlar uchun katta so'rimiz ham xudo xolasa bitib qolay dedi. Qo'lini qoqib laklasak bitdi o'sha. Bugullar bilan chiroyli holatda qotirilyapti. Oyoqlariga ham, lagalariga ham buguldan qotirilyapti xudo xolasa. Ko'z holatda bu so'rimiz ham. Buni razmeri 2,5 ga 3 razmerda. Narxini 8 million so'm deb baholayapmiz. Ozgina kelishtirib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.